Ushbu ovoz siz uchun ham tanishmi? Ha, to'g'ri topdingiz. Bu aynan ko'k yo'tal yoki pertussis kasalligi xos yo'taldir. Bu kasallik o'z nomini chaqaloqlar kuchli yo'tal xurujidan so'ng nafas olishga qiynalganda chiqaradigan o'ziga xos tovushdan olgan. Ya'ni tug'ilgan chaqaloqlar va kichik yoshdagi bolalarda ushbu yuqori darajadagi yuqumlilikka ega bo'lgan nafas yo'llari kasalligi tez uchrab turadi. Shunday bo'lsa-da, hozirgi davrdagi vaksina bu kasallikka qarshi eng yaxshi himoya vositasi bo'lib qolmoqda. Eng muhim profilaktika choralaridan biri homilador ayollarni homiladorlikka 27-36 haftalar orasida emlashdir. Bu homiladorlik davrida qilingan emlash yangi tug'ilgan chaqaloqlarni bu kasallikdan himoya qiladi va chaqaloqlarning ko'k yo'tal tufayli o'limi xavfini sezilarli kamaytiradi. Agar sizda kuchli yo'tal xurujlari, ayniqsa ho'p tovushi, nafas olishda qiyinchilik, yo'tal xurujlaridan keyin qusish yoki yo'taldan keyin haddan tashqari holsizlanish holati kuzatilsa, zudlik bilan shifokorga murojaat qiling. Erta tashxislash va davolash ayniqsa chaqaloqlarda kasallik belgilarini yengillashtirishga va jiddiy asoratlarni oldini olishga yordam beradi. Med 36 uchun sizlar bilan doktor Dilshod Tursunov birga bo'ldi.